Assalomu alaykum. Baliq ishqibozlari. Va nihoyat mana bizda baliq, ilonbosh baliqlarimiz ham mana urib qo'yibdi. Bir jufti mana urib qo'yibdi mana urug'lari. Yaqin kunlarda bu urug'lar ochib chiqadi. Tagida mana otasi bilan enasi qo'riqlab yuribdi. Shunday qilib qamish qo'g'alardan tashlab qo'yilsa, shuni ustiga bola deydi ekan buni. Bu nariroqda mana aprelda tashalgan nichinkalar ham bor. Oftobda toblanib yotibdi. Ancha qo'liga ham o'rganib qolgan bular. Jonivorlar go'zalligini qarang ularni. Hattoki mana qo'lga o'rgangandan silasangiz ham indamaydi. Qochmaydi mana. Kaltak bilan bemalol silab. Aprel oyi 200 gram shunaqa holatda tashalgan. Mana qarang. Go'zalligini. Qolganlari ko'rinmaydi, tagida yuribdi shekilli.